Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa yangi ishga keldik. Hozir kirib safdan keyin bismillahirrohmanirrohim. Kecha mana materiallarni olib keldik. Ichkilar, ariston, chachakin, ipa motor, unitas keladi hali, supachoq, mashina, turbalar. Degan ismi Qodirxon. Qodir aka o'g'ilmasmi? Bundan ekan. Beri oshxona ekan. Ikkita suv bitamiz. Suv. Xo'sh. Bir koridor, tualet, hammom. Mana bitta rakvina bo'ladi. Ro'paraga kir mashina bo'ladi. Nalchakiga unitas, chachagan. Bu tomonda rakvina bo'ladi. Bu yerda vanna tushar ekan. Tak ariston menimcha bu tomonga bo'lsa. Narichakka tahorat oladigan joy rakvina tushadi. Bo'ldi. Buni montaj qilib, santexnikani tepaga bo'shga tushadi. Elektrikalari bor. Polni bularni zaspga qilinadi. Istashga qo'yiladi. Teplik bo'lgan mahsulot. Teplik bo'ldi, keyin bo'lar ekan. Amer teplik bo'lar ekan. Shu biz ishimiz santexnikalar qilib, zaspga qo'yib berish, chornovoy istashkasini qo'yib berish. Bo'ldi. Xohlasa. Mana mana filtrga kelib bu tomonga o'tib ketish kerak. O'tib, bu yoqqa ikkita o'tladi. O! Ha, bo'ldi ekan. Tomonda ko'rinishni boshladik. Aylanib kanalsi chiqadi, nariyadan chiqadi. 1 metr chiqarib, qo'shib olib, to'g'ri olib kelamizda. Mana tushib qo'ysak, mana yerda kanalga so'matiladi ekan, keyin o'zlarini ochadi. Suv turbashaydan keyin shu suv turbani ulab o'tib ketamiz. Bo'ldi, ishlar.